Bo'pti, ona ketdim men. Ketdingmi? Deb olacağız. Allohga omonatsan, Alloh o'zi palovni saqlasin. Kelasi kun bola, kechasi kun bola, bolasi bola, bemor, o'g'illardan qurtulmaslarga Alloh o'zi palovni saqlab, namozlarga muhtoj qilmasdan sog' salomat bo'lsin. Bo'pti ona. Bo'pti, uydan havolab turinglar uydan. Butun bolalardan havolab turinglar. Bo'pti. Allohga omonat. Yo'q. Bo'pti bu. Hop, hayır, chiroyli tutdi. Hop. Mana shu bizim mahalla. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Andijondan Qirg'izistonning issiq yo'liga piyoda safar qilishga start berdik. Biz va nihoyat aytildi. Inshaalloh albatta bajaramiz degan umiddaman. Bizni Xudo xolisa qo'ldan kelgancha video kontentlar olib, foydali narsalar olishga harakat qilaman. Bitta like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmaydi. Bir narsa meni juda ham o'ylantiradi. Bu narsa nima? Bilganlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Hozirda biz Udini oldida, Markaziy bankda oldida prospektga qarab otlandik. Xudo xolisa safarimizni birinchi kuni kuzatishda davom etinglar. Eng qizig'i shu narsani bilganlar kommentariyga yozib ketamiz. Zelnomosga ketish yo'lida sizlar yozib bir narsa ko'rsataman. Ozinglar, suvlar, rosa ovqat o'zga. Zo'r da. Biz pishganlar to'kilib qo'ygan. Do'stlar, Andijondan Qirg'izistonning issiq yo'liga safarimiz birinchi kuni davom etadi. Hozirlarga bir narsani ko'rsataman. Bu yozuvga kelib video kontent olaman deb sizlar o'ylamagan. Tayyormisizlar? Mana bu narsa. Madaniyat. Xush kelibsiz, maşallah. Ha. O, tog'larni qaranglar. Nima deb o'ylaysizlar? Bugun Xudo xolasa qo'shni davlat O'shga o'tib bora olmaymanmi, o'tib bora olmaymanmi? Javobini kommentariyaga yozib qo'ying. Eng qizig'i, sayohatga chiqsanglar, bitta o'zinglar chiqmanglar. Bitta ikkita she'riy olinglar. Chunki o'zinglar yolg'iz o'zinglar gaplashib ketasizlar. Lekin oyog'inglar og'rib ketadi. Hammani onasi shunaqami yo bitta meni onam shunaqami? Andijondan Qirg'izistonning issiq yo'liga piyoda borish safarimizni birinchi kuni bir og'iz onami gapi bilan o'z nihoyasiga yetdi. Hozirda men qo'shni davlat Qirg'izistonda postdan o'tdim. Shu joyda muzqaymoqxonani oldida safarimizni o'z nihoyasiga yetkazdim. Akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, yotoqqa joylar berdi. Inshaalloh Alloh izni bilan ertaga safarni davom etkazamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.